Nimasi? Yo'q, hammasi bir xil bo'ladi, urug'. Bo'ladimi? Bir xil bo'ladi urug'. Biratasi xunojindiki sigirni kardini dedimmi? O'ziga mana ko'rsatilgan, mana uni 2 oylik bo'g'azda berganida o'zida 2 oylik chiqqan. Mana aynamda. Qachon chiqqan 2 oylik? May oyida. May oyida mana shu 2 oylik bo'g'az chiqqan. 2 oylik bo'g'az chiqdi. Aha. Lekin 20 kundan keyin mol kuyibdi. Hop. Endi shunaqa bo'lar ekan shekilli dedimda. Men sotiga riskga tushib qoldim. Sotiga ham chaqirdim. O'zingiz qilsangiz. O'zi qilsa hech narsa yo'q dedilar. Lekin bu qo'yga qo'yib qo'ydim oningda. Aha. Qochmadi ona endi. Instruksiya yana mana 5 kun dedim. 5 kun oldin yana qo'ydim. 5 kun oldin qo'ydingiz, qo'yganingizdan keyin qon keldi. Misol qon kelishi akamda-da, misol qochganni ham, qochmaganni ham belgisi emas. U kuyikib o'tganni belgisi. Misol novoz qo'yganingizdan keyin 18 kun, 21 kunda kuyikmasa, orqasidan qon kelmasa, shunda qochganni belgisi bo'ladi. Endi misol ko'pchilik bu savol beradi-da, doktor, novosga qo'yib keldi. Men urib qo'yganingizdan keyin 2-3 kundan keyin qon keldi, yo 1 kundan keyin qon keldi. Bu kuyikib o'tganni belgisi xolos. Misol shu qon kelgan mollar ham qochib qolish ehtimoli bor. Misol bu urug' qo'yganingiz bilan ham, novosga qo'yganingiz bilan ham misol molga bog'liq bu narsa. Misol o'zingizni ham shu chekkada molingiz qochdi, misol undan keyin misol yonida qo'ydi, qochmadi. Misol uni novosga qo'ysangiz ham qochmaydi. Urug'ga qo'ysangiz ham qochmaydi. Misol buni molingiz ham novosga qo'yib kelganman dedingiz. Novosga qo'yib kelganman dedingiz. Lekin misol shu katta eng katta sementalga. Sementalga qo'yib kelganman. Shu qon belgisidan bilib qolaverdim-da, lekin undan baqirishi, to'polmani bunga ilgari mana. 18 kun, 20 kunda mol kuyukyapti. Qon kelib qolaveradi. Agar hozir yana bir marta qo'yamiz, agar qochmasa bu mol davolash kerak. Matkada qandaydir muammolar bor. Kissa bo'lishi mumkin, sariq tanacha bo'lishi mumkin, endometrit bo'lishi mumkin. Yo haligi ko'pchilik bu narsani e'tiborga olmaydi. Tuqqonga ham ayrim mollar bepush bo'lib qoladi. Misol 100 ta mol bo'ladigan bo'lsa yo 1000 ta mol bo'ladigan bo'lsa, shundan 2% yo 5% bepush bo'lib qolishi mumkin. Qo'yaverasiz qochmaydi. Endi urug'da yaxshilik tomoni shundaki, misol moldan molga kasallik o'tmaydi. Unga hamma narsa adnorazviy narsa ishlatiladi. Misol bir martalik pipetka, bir martalik perchatka, bir martalik, hamma yo'q bir martalik. Endi novoz bo'ladigan bo'lsa, novozda misol jins kasalliklar o'tadi. Har xil kasalliklar yuqishi mumkin, bruselloz yuqishi mumkin, o'ziniz jins kasalliklar bor, shunaqa bo'lib yuqishi mumkin. O'zingizga ham og'riqchilikda. Misol haliga nima uchun urug' qo'yiladi degan savolga javobda bu. Misol bu kimgadir foydali bo'lishi mumkin, kimgadir manfaatli bo'lishi mumkin. Misol ko'pchilik shu narsalarning nimasiga bormaydi. Misol siz aytyapsiz hozir qo'ygani, misol ashida bitta novoz turibdi, ashida. Shu novosga qo'ymaysinmi desam, menga yaxshi narsa tushish kerak. 1 yil 9 oy kutganga yarasha. Hamma narsa shu narsani xohlayapti, hamma. Misol men ham xohlayman. Demakki, o'zim qo'yib berganlarimni 5 oy, 6 oyda misol bitta katta novoz puliga sotyapti, o'zimiz jaydar molga. Misol oddiy misol 25 million, 20 millionda misol holatga qarabda, mana mashina novosingiz hozir bozorga olib chiqargan bo'lsangiz, mashina novoz narxi qancha? 25 million. 25 million. Mashina hozir mana shu holatda 25 millionmi? 20 ga bermayman-da. 20 ga bermaysiz. Agar Mahindra mashinga o'xshagan semental bo'ladigan bo'lsa 30 million narxi. 30 million. Agar toza semental, avstriyalik semental bo'ladigan bo'lsa, hozir adashmasam 35 million atrofida bor. Demak, baribir ko'proq yuradi. Misol 1 yil kutganingizga yarasha, 9 oy kutganingizga yarasha chiroyli narsa tushadi-da. Shunda yo'q qo'yamiz-da. Hamma ham shuni ilinjida. Misol men qo'yaman. Meniki ham Allohga tavakkal-da. Misol endi buni 100 ta molim qolsa ham, 200 ta molim qolsa ham g'ururlanib ketmayman. Nimaki sizga katta ketsam, sizga qochmay qolsa, o'zi siz doktor katta ketadingiz degan gap so'z ko'payadi-da. Misol o'zingiz qo'ydirdingiz, misol qochmaydi degan mol qochmadi. Endi misol qochmaydi degan molingiz qochib qolib, qochadi degan molingiz qochmay qolishi ham mumkin-da. Mumkin. Bu narsa bizning qo'limizda narsa emas. Ko'pchilik telefon qiladi, doktor garantiya berasizmi dedi.
u bizni qo'limizdan narsa emas, hali matkaga sotib damlab qo'ygani. Sen bola rivojlandi deb turib damlab qo'ygani nima narsa emas u. Misol biz sababini qilamiz, niyat qilamiz. Xudo xolasa qochib qolsa baxtingiz. Misol endi to'g'ri bu narsani tagidancha mehnat yotadi, boshqa yotadi. Misol hamma ham yaxshi umidda qo'ydiradi-da. Misol Xudo xolasa natijalar yaxshi. Shuning uchun o'zimiz nimamizga garantiya beraveramiz. Urug'ga asosan garantiya beramiz-a. Urug'ga garantiya beramiz.